Assalomu alaykum, bizni Shahzod Po'latov YouTube kanalida kuzatib turgan aziz qadrdon aka-uka singillarimiz, bu kanalda bizni yangi kuzatib turibsizlar. Mana kanalda podpischiklar ham yo'q. Bu kanal yangi kanal, Shahzod akamizning kanali bo'ladi. Shahzod Po'latov akamiz nasibdan inshaalloh Moskvada ish yuritadi, intervyu bo'ylab sizlarga foydali, musofir yurtdagi aka-uka singillarimizga foydali, manfaatli bo'lgan video roliklarni olib kanalda ijodlar qiladi. Sizlar kuzatishda davom etib, shu podpiska bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turingizlar. Bugun sizlarga ish chiqaryapmiz. Birinchi videosi ishdan iborat bo'ladi. Lobni shahrida Podmoskvaning patenti bilan Tojikiston, O'zbekistondan kelaman deyotgan akalarimizga belgiklaringizgacha olib beradi. Bu ish faqat erkaklar uchun. Shahzod aka, o'zingizdan bir ikki oz gapirib o'ting. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, biz hozir Moskva shahridamiz. Moskvada o'z faoliyatimizni yurityapmiz. Kanalimiz nomi Shahzod Po'latov. Kanal nimadan iborat bo'ladi? Odamlarga yaxshilik qilish bo'yicha, kimlarda ishi bo'lmaganlarga ish beramiz. Работодательlardan ish olib beramiz, reklama qilamiz. Xullas, insonlarga foydamiz tegadi degan umiddamiz. Kanalga podpisatsiya qilib qo'yingizlar, inshaalloh. Ozgina bo'lsa ham insonlarga foydamiz tegsa, biz xursandmiz shundan. Gap yo'q, rahmat. Shahzod akamiz inshaalloh bundan buyoq sizlarga yaxshi va'da berib qolamiz. Zo'r kontentlar bilan chiqib boradi. Mana bugun chiqarayotgan ishiga beltlaringizni olib beradi kilsalaringiz. Telefon qilasizlar, avval so'rangizlar, ish joyi to'lib qolmagan bo'lsa, ishga odam qabul qiladi. Lobni shahrida skladda, OK skladda bo'ladi ishlar. Hali bundan keyin yana stroyka, monolitlardan, skladlardan, zavodlardan ishlar chiqarib boradi. Ko'pchilik meni tanisa kerak, Hasan Musofir TV kanalining admini Hasan bo'laman. Sizlardan podдержка kutib qolamiz. Akamiz tez kunlarda priyam efirlar ochilsin, mingdan o'tsin podpischiklar, priyam efirlar ochiladi va kuzatishda davom etingizlar. Dalshi biz gazini bosamiz sizlarga. Hali yaxshi yangiliklar, intervyular oldinda qiziqarli biz birikdik, inshaalloh gazini bosamiz birgalikda. Inshaalloh. Sizlardan podpischkani kutib qolamiz. Shahzod akamizga omadlar tilaymiz. Shahzod aka, gazini bosavering, charchamang. Nasib inshaalloh. Hammaga salomatlik. Kanalga podpiska qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.